Mamlakatimizda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, sohaga zamonaviy yondashuvlar va xalqaro tajribalarni joriy etish maqsadida navbatdagi muhim tashabbus amalga oshirildi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati raisining tegishli buyrug'i asosida Toshkent davlat transport universitetida ilg'or muhandislik maktabi foydalanishga topshirildi. Tafsilotlar Sohiba Akromova lavhasida. Sirdaryolik Umida opa hozirda oliygohning sirtqi bo'limida tahsil olish bilan birga Sirdaryodagi O'zbekiston lokomotiv deposida ham o'z faoliyatini olib boradi. Oilada ko'pchilik bo'lgani uchun o'qiy olmaganman. Keyinchalik bu sohaga ishga kirganimdan keyin juda qiziqish bo'lib qoldi. Mana prezident keyin bergan imkoniyatlardan umuman qiziqib shu sohaga kirdim. Bu bitta men emas, ko'p ayollarning bu orzusi edi, bu o'qishga kirish, o'qish yoki ta'lim jarayonida nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llab, shu yerning o'zida payvandlash jarayonida ishga jon jahdi bilan kirishgan mana bu yigit kelgusida temir yo'l sohasida kerakli mutaxassis bo'lishni niyat qilganlardan. Bu yerda o'rganib, amaliyot o'tganingizdan keyin u yoqqa bemalol ishga kirishib ketishingiz mumkin. Shu amaliy nazar bilimlarni shu yerda olamiz. Xabaringiz bor, bir muddat oldin davlat rahbari tashabbusi bilan yurtimizdagi bir necha oliy o'quv yurtlarida ilg'or muhandislik maktablari ochilgan edi. Bugungi kunda esa yurtimizda muhandislik texnika sohasida jami 31 ta oliygohlarda kadrlar tayyorlanmoqda. Endilikda esa ularning safi yanada ortadi. Ya'ni endi lavhamiz qahramonlari tahsil olayotgan Toshkent davlat transport universitetida bugundan ilg'or muhandislik maktabi, zamonaviy o'quv poligoni, vagon xo'jaligiga ixtisoslashgan 2 ta o'quv xonasi, 2 ta 400 o'rinlik brend auditoriya foydalanishga topshirildi. Ushbu maktabda biz talabalarimizga o'quv jarayonlarida olayotgan bilimlarini amaliyotda qanday qo'llanilishi bo'yicha har bitta yo'nalish, yo'l xo'jaligi bo'yicha, aloqa xo'jaligi bo'yicha, lokomotiv xo'jaligi bo'yicha va vagon xo'jaligi bo'yicha, raqamlashtirish yo'nalishi bo'yicha temir yo'llarda tatbiq etilayotgan loyihalarni va ishlarni qanday bajarilishi, mana shu yo'nalishlar bo'yicha o'rgatadigan, nazariya bilan amaliyotni birlashtiradigan bir maktab ochilishi bo'ldi. Universitet hududida tashkil etilgan yangi o'quv poligoni orqali talabalar transport vositalarining tuzilishi, harakat tarkibining nosoz qismlarini aniqlash, diagnostika qilish va ta'mirlash jarayonlarini bevosita amaliyotda o'rganish kabi bir necha jarayonlarda o'zlari ham qatnashishadi. Ushbu auditoriyamizda talabalar tomonidan barcha fan yuzasidan o'tiladigan uskunalar, stend dastgohlar, shu bilan birga multimediali materiallar bilan jihozlangan bo'lib, talabalar tomonidan harakatlanish tarkib birliklarini tormoz tizimlari bo'yicha to'liq fan bo'yicha malaka va talablarga ega bo'lishadi. Shuningdek, mazkur islohotlar doirasida universitetning ta'lim infratuzilmasi tubdan takomillashtirilib, O'zbekistonning transport sohasida xalqaro miqyosdagi raqobatbardosh muhandis va mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qilishi shubhasiz. Sohiba Akromova, Kamron Rahmonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.